mazza qiladigan joyi Islohot 17 Qizildom avtoritet. Samarqanddagi Qizildomni 9 qavatli binoni 2-qavatda joylashgan, ikkita tarafdan balkoni bor, srochni bir kunga sotilib ketadigan uyimiz chiqdi. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqinglar, buni qaranglar. Kattagina zal, kuxonniy studiya, yevropeyskiy stilda akam o'zim uchun qildim deyaptilar. Prosta pul zarurligi uchun srochniga sotilyapti. Hammamizni topgan pulimiz to'ylarga buyursin. Bu tarafdan ham balkoni bor, orqa tarafdan ham balkoni bor. Mana shunaqa sharoit va dahshat gap bilishi mumkin emas. Juda ham kattagina. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani birdan ko'rsataman sizlarga. Kattalar uchun yotoqxona, har bitta xonasiga trezasi bor. Ahamiyat beringlar. Novostroykalarga bittasiga gulxoy tushadi. 9 palni divan, mana shunaqangi shkoflarni patologgacha qilgan termozona gap bilishi mumkin emas. Uy shunaqangi issiq duxontirni kotol ishlab turibdi. Bolalarimiz uchun yotoqxona gap bo'lishi mumkin emas. Eng mazza qiladigan joyim mana shu yerda. Balkonga chiqib, qo'shnilar bilan hangoma qilishgan etchi. Ana endi bitta obshi sanuzilni ko'rsataman sizlarga. Obshi sanuzi hamma sharoit bor. Rakvina, vanna, unitaz, sushilka, hamma sharoit bor. Tashqari taraf eshik kiraverish, mana shu yerda garderob zona qilgan, termosi bilan gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu uyimiz 86.500 ga srochniga sotilyapti. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar.